islom moliyasiga asoslangan holda siz uni tavariga pul kiritar ekansiz, keyin o'sha chiqqan har hafta chiqqan tovardan 14% ni berar ekan. Ya'ni u kamida 100% ustiga qo'yar ekan. O'shandan 100% daromad olsa 14% sizga bo'lar ekan. Men aytdim, "Yo'q" dedim, "Uzr" dedim, "Men sarmoya kiritmayman, chunki shunda bilinyapti, mashqaniki kelyapti bundan" dedim. Keyin "Yo'q, opa, men o'zim o'rtada turaman." "Yo'q, uzr" dedim. "Bemalol o'zing kiritvergin. Bir oyda maksimum 4-5% beradigan, ya'ni O'zbekistonda hozir biznes bu norma. Даже 4-5% ham ko'p, unda olib qarasangiz. Bu 14% deyapti, borma kuyasan" dedim. "Yo'q, bo'ldi, opa, xo'p" dedi. "Agar nobodoga" dedim, "bilaman, hozir borsan sarmoya kiritasan" dedim. "Kiritadigan bo'lsang, yurist bilan gaplashib, hammasini xat hujjat qildirib olgin" dedim. "Yo'q, iloji bo'lsa zalogga nimadir qo'ydirib olgin" desam, "Xo'p" dedi. 25 ming dollar sarmoya kiritdi, xullas shu yaqin tanishim. Bir oy ichida 2 marta olibdi. Keyin u piramida ekan, hammadan shunaqa pul olar ekanda, birovning shapkasini birovga kiydirib yurar ekan. Keyin 2 marta olgandan keyin 3-chisida telefon qildi. "Shohida, pulimni bermayapti." "Men senga aytdim" dedim. "Aytdim, berma shu insonga pul. Bu bunaqa nerealni daromadligini berayotgan. Xat hujjat qildiruvmi" desam, "Ha, xat hujjat qildirgan edim, prosta pasportni orqasiga yozdirtirgan edim." "Ha, bo'pti" dedim. "Endi" dedim, "borgin" dedim, "yurist bilan ustidan prokuraturaga yozasanmi" dedim. "Nima qilsang" dedim, "yurist bilan birgalikda qil" dedim. Hozir endi ustidan prokuraturaga yozgan. U o'sha sarmoya kiritgan odam, ya'ni o'sha ayol yo'q, tetigi bilan yo'q, qayerdir bekim olgan. Xullas men aytdim, "Mayli" dedim, "qachondir ham pulingni olarsan" dedim. "Lekin bu senga" dedim, "tajriba bo'lsin" dedim. "Ko'rdingmi" dedim, "Men senga aytdim, bunaqa katta foizli taklif qilgan insondan qochgin."